Assalomu alaykum akalar. Yana bitta Damas mashinasini injektorga olib qo'yamiz. Bu mashinani injektor qilib bo'ldik. Hozir klientga berishdan oldin yurishini birgalikda bitta tekshiramiz. Qani ketdik. Birinchi skorost akalar, mana hozir mashinani birinchi skorosda skorga chiqishini qarang. O'sha 40 ga chiqdi. Ikkinchi skorosda ham kavlab tashlayapti. Mana bunaqasiga nima deyapti akalar bu? Mashinani injektor qilganda mana skoroslar almashtirishi hammasini o'zim tekshirib klientga uverim bu berishim uchun tekshiraman. 3-skoros mana ketdi. Voy, 3-skorosda ham kavlab tashlayapti mashina. Akalar, bunaqa yurishlarni cho'tki qilib tekshirib klientga hammasini joy-joyida qilib beryapmiz. Kesalaringiz o'zimizga bitta podpiska bo'lib qo'ysalaringiz shunaqa xizmatlar ko'rsatamiz. 3-skorosda nechiga chiqdi ko'rsatib yuboring. 93-skorosda hozir. Mashina 3-skoros 90. 10x lar damlayapti akalar. Trassada mashinani tekshiryapmiz. 4-skorosda ham mana oldini ko'tarib yuboryapti mashina. Akalar, bunaqa mashina haydash uchun injektor qilsalaringiz bizlarda qilib beramiz. Mana 100 akalar, 100 mashina yurishi. Faqat Profmasterdagi bolalar kelsalaringiz cho'tki numeradan sifatli hamyon bo'lib zo'r qilib beramiz akalar.